Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Amerika poytaxti Washingtondan tarqatyapmiz. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Yaqında Ündidar Facebook qatarlıq ijtimoiy uchur vositalarida bir nafar Uyg'ur soqchining xizmat ustida Xitoy soqchilarining urib dumbalashiga uchirganligi haqidagi bir sinalg'u ko'rinish tarqaldi. Naq maydondan suratga ilingan bu sinalg'u ko'rinishi oshkor bo'lgandan keyin Uyg'ur eli va chet ellardagi Uyg'ur jamoat orasida kuchli g'ulg'ula paydo qildi. Radiomiz mazkur uchurga asosan Aqsu viloyat tavasidagi 7 soqchixonaga telefon qilib, ahvol surishtirgan bo'lsa-mu, lekin soqchixonalar bu haqda eg'iz etishni rad qildi. Xotandagi 2 nafar yordamchi soqchi bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur yordamchi soqchilarining 1200 so'm maosh uchun ko'p ballarda 24 soat navbatchilik qilganligini bildirdi. Xitoy hukumati Uyg'ur avtonom rayonida terrorlik harakatlarga doir uchur bilan ta'minlovchilarga mukofot berdiganligini xil burunli yo'l qo'ygan edi. Doirlar yaqinda bu to'g'riliq rasmiy belgilama chiqarib, mukofot sommasini o'stirganligi va mukofotlashni tuzumlashtirganligini e'lon qildi. Mazkur belgilamada ko'rsatilishicha, mukofot darajaga ayrilgan bo'lib, mukofot sommasi ta'minlangan uchurning salmoqiga qarab berildi ekan. Xitoy doiralari mazkur belgilamaning Uyg'ur avtonom rayonining terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni saqlash xizmatidagi amaliy ehtiyojiga asosan chiqarilganligini ilgari surgan. Ammo bu belgilama Uyg'ur faoliyatchilarining kuchli tanqidiga uchirdi. Xitoy hukumati Uyg'ur elida oda 33 yildan buyon elib borgan Millatlar Ittifoqligi yana kengaytib, bu yilni Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti yilqib ketgan dedi. Xitoy taratqullari navbatda Millatlar Ittifoqligini ishga oshirish, taraqqiyot, muqimlik va davlat xavfsizligiga munosabatli muhim tadbir deb tashviq qilmoqda. Halbuki dal mush paytda Uyg'urlarning Xitoy o'lkalaridagi mehmonxonalardan yotoq ololmayotganligiga doir bir sinalg'u ko'rinishi ijtimoiy taratqularga oshkorlanib, kuchli inkas paydo qildi. Kuzatuvchilar bu Uyg'urlarning Xitoy o'lkalarida umumyuzlik kamsitish va chatga qaqishga uchrayotganligining isboti deb ko'rsatmoqda. 10 aprel kuni Malayziya taratqullari Tayland saqchi tarafning Turkiya vatandoshligidagi 2 nafar Uyg'urning terrorlik hujumi elib berish mumkinchiligini ilgari surgan bir xabarni e'lon qilgan edi. Bu xabarning Malayziya doiralarini jiddiychilik solganligi ma'lum. Malayziyaning muavin bosh ministri Ahmad Zaid bu haqda bayonot berib, Uyg'urlarning hammasini terrorchi deb qarash adolatsizlikdir degan. Indoneziya doiralari yaqinda Sharqiy Indoneziya mujohidlari nomli jihad tashkilotida harakat qilayotgan 6 nafar Uyg'urdan 4 nafarining ilgari keyin bo'lib o'ldirilganligini, qolgan 2 Uyg'urning davomli qochib yurganligini bildirgan edi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining taratqularida bag'ansiri ko'payayotgan Uyg'ur jihadchilariga doir xabarlar muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilarida andish qo'zg'amoqda. 5-yil vaqasidan keyin g'oyib qilib o'tilgan o'g'lining izdirikini qilishni to'xtatmagan Patugul G'ulamning 7-aprelda yepi qoldi sotlanganligi ma'lum bo'lgan edi. Halbuki uning 7-aprelda sotlangan yoki sotlanmaganligi taqdirining zodi qandoq bo'lganligi haqida bugungacha hech qanday ma'lumot olish imkoniyati bo'lmadi. Oradan bir hafta o'tganda o'zini Patugul G'ulamning konu qo'shnilaridan biri deb tanishtirgan bir xonim Patugul G'ulamning qolgan 2 farzandining tahdidga uchrayotganligini, hatto qo'lim qo'shnilarining ulardan ahvol so'rashga petnamayotganligini bildirdi. O'tgan yili 6-oyning 22 kuni, ya'ni Ramazon harpisida Qashqa Taxtko'rikdagi Xitoy qarovulxonasiga hujum qilish voqeasi yuz bergan bo'lsa-mu, lekin Xitoy taratqullari voqea haqida hech qanday ma'lumot bermagan edi. Mazkur voqea radiomiz orqali dunyoga oshkorlangandan keyin chet el muxbirlari Xitoy tarafdan voqeaning tafsiloti haqida ma'lumot berishni so'ragan. Ammo shu chaqda Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Lukang bundaq bir voqeaning bo'lganligini inkor qilgan. Oradan 10 ay o'tganda Xitoy Jamoat xavfsizlik ministerligi Qashqa Taxtko'rik hujumida o'lgan Abdusattar Hojini inqilobiy qurbonlar tizimligiga tanishtirib, mazkur hujumning yuz berganligini e'tirof qilgan bo'ldi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.